Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatuvchi obunachilarimiz bugun sizlar bilan Kia Sportage modelini 6 ta paysalari va narxlari, to'lov usullari va polni ishtirlash mashina haqida ma'lumot berib o'taman. Xo'sh, boshladik. Kia Sportage modeli o'zi 6 ta paysadan iborat bo'ladi. Narxlari 449 million 900 mingdan boshlanadi-da 599 million 900 minggacha davom etadi. 6 ta paysasi bor. Hozirgi vaqtda ko'rib o'tirgan paysamiz bu 3-chi paysasi, ya'ni Premium Light paysasi hisoblanadi. Narxi 539 million 900 ming so'm. Xo'sh, birinchi paysasidan boshlab tanishtirib o'tadigan bo'lsak agar, birinchi paysa Sportage'imiz 449 million 900 ming so'm. Birinchi paysa saka diskalari 17 razmerda bo'ladi. Oldin morda, xo'sh, qayerda qora plastik ishlatilgan bo'lsa, hammasi xromiy rangda bo'ladi. O'zi ikkinchi paysadan boshlab qo'shiladigan narsalari tubanka qo'shiladi. O'zi saka diskasi 18 razmerda bo'ladi. Ichkari koja salon bo'ladi. Rul abagir qo'shiladi, besprovодной zaryadkalari qo'shiladi, oldi orqa patroniklari qo'shiladi. Xo'sh, 3-chi paysaga o'tadigan bo'lsak, yana ham yaxshiroq varianti, ikkinchi paysadan ham oldi ko'rinish uji sportivniy bo'ladi. 360 kameralari qo'shiladi. Xo'sh. Railing shoh uji sportivniy shoh ko'rinishda bo'ladi. Slipoy zona qo'shiladi. Ichkari qismiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi paysasida ham perforatsion koja bo'ladi. Bunda eko material ham qo'shiladi. Sidena abduflar, monitor uji monitor 12.3 dyumli ko'rinishda bo'ladi. Birinchi, ikkinchi paysamizda faqatgina 8.3 dyumli monitorda bo'ladi. Eli tablo bilan adilna ko'rinishda. Sidena abduflar, podstakanchiklari, podstakanchik rejimlari bo'ladi, o'zgarishi, eko, normal, sport rejimlari bor. Besprovодной zaryadkasi, besprovодной zaryadkadan tashqari yana kabel tiqish uchun joylari bor. Xo'sh, 3-chi paysada uji tom alkantara qoraytirilgan bo'ladi. Klimat kontrollar sensorli bo'ladi uji. Pamyat sidenalar qo'shiladi 3-chi paysadan boshlab. 3-chi paysada polni sidenalar elektronli bo'ladi. Akustikamiz karbon kardon bo'ladi. Xo'sh, orqa tomonga keladigan bo'lsak, orqa tomonda ham sidena abagirflari qo'shiladi. 3-chi paysasida. Diskalari 18 razmerli quyma saka diska balonda bo'ladi. Даже Sportage'ni ili ayniqsa Kia modellarining eng sifatli tomoni bu o'zini даже zapaskalarigacha o'zini razmer balonida o'zini saka diskasidan bo'ladi. Originalligi shu yerdan ma'lum. Bagaj sig'imi 543 litr. Bagajlar o'zi elektron ochilib, o'zi elektron yopiladi. Xo'sh, siz bizni avtosalonni tanlasangiz, biz sizlarga mana bunaqa mashina uchun kerakli bo'ladigan barcha jihozlari avtoservisimizda mavjud. Parog o'rnatmoqchi bo'lasizmi yoki dugalarni o'rnattirmoqchi bo'lasizmi? Tonirovka, karter zayishlar, radiator setka, shunaqa narsalar, mashina uchun kerakli narsalarni servis xizmatimiz garantiyalar bilan so'roq qilib beradi. Bak sistemaga keladigan bo'lsak, 56 litrni tashkil qiladi. Bu shofyor tomonidan ko'rinishi. Rulda multimedia boshqaruvi, kruz kontrollari bor. Undan tashqari avto hold sistemi, tog'li, balandli joylarda chiqqan paytda o'zini boshqaruv, oldi orqa patronliklari, rushniklari ham elektronli bo'ladi. Xo'sh, motor qismiga o'tadigan bo'lsak, ikki atmosferli motor, birinchidan 5-paysasigacha
6-chi pozitsiyamiz X-Line pozitsiyamiz 2,5 atmosferli motor bo'ladi. Dons motor. Atmosferli motor bo'lgani uchun yoqilg'i turini umuman tanlamaydi. Metan, propan, sakson benzinda ham harakatlanadi. O'zi shahar ichida yoqilg'i sarflashi maksimalni 7,5-8 ta hozirgi vaqtda konditsionerlarni qo'shib ishlatganingizda. Atak обычный mashinani o'zi yurganda 6,5-7 litr rasxod qiladi. Kia modellarining yana bitta qulaylik tomoni bu kuzov qismi qolgan barcha modellardan 2 baravarga qalin bo'ladi va o'zi shunga qilingan holatda keladi. Xo'sh, bundan keyingi pozitsiyaga o'tadigan bo'lsak, ya'ni 4-pozitsiyasiga Premium FVD hisoblanadi. Unda o'zi 1-3-pozitsiyasigacha faqat peredniy oldi tortadigan mashina bo'ladi bu. Bundan keyingi 4-pozitsiyadan boshlab 4x4, ya'ni 4 tala balonni tortadigan bo'ladi. 5-pozitsiyaga keladigan bo'lsak, o'zi panorama qo'shiladi. Xo'sh. X-Line keladigan bo'lsa agar, ya'ni 6-full pozitsiyasiga o'zi richak. Bularda hammasi richak bo'ladi. Unda shayba. Или yana samotarmajeniya, polasa kontrol, adaptivniy cruise kontrol. Ana shunaqa elektron funksiyalari mukammallashib boradi mashinani. Sportage modelimiz shulardan iborat va X-Line va Premiumni o'zi 19 razmerli quyma sakadiska balonda bo'ladi. Xo'sh, to'lov usullariga keladigan bo'lsak, qolganini kontrolda tushuntirib beraman. To'lov usullariga keladigan bo'lsak agar, xo'sh, birinchi pozitsiyasidan boshlaymiz. Narxi 449 million 900 ming. Naqdga xarid qilganingizdan keyin siz mashinani qo'yish, ya'ni 44 million 990 ming so'm chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin. Bu degani mashina sizga 404 million 900 mingga tushadi. Xo'sh, hozirgi vaqtda lekin Kia Buxoro avtosalonidan mashinani xarid qilsangiz, mijozlarni o'ylagan holda yana bonuslarni ko'paytirib beramiz. Narxi 53 million 988 ming chegirma asosida 395 million so'mga tushadi. Xo'sh, обычный avtokreditda olmoqsiz. To'lovingizga naqdga olishga asliyan pul yetmayapti. Biz sizga kredit tavsiya beramiz, chunki 54 millionlik chegirmangiz yo'qotmagan holatda boshlang'ich, xo'sh, minimum keling. Minimum va maksimum holatda hisoblaymiz. Minimum holatda 100 million to'lov qildik deylik. Qolgani 5 yilga 8 million 700 ming so'mdan chiqar ekan. Xo'sh, siz lekin oylik daromadini ko'proq qilishni qo'lingizdan keladi. Xo'sh, 50-60%dan keyin 50% to'ladik degan taqdirimizda ham 5 yilga oylik to'lov 5,5 million so'mdan chiqar ekan. Agar yo'q, men foizlar qo'shilishini, menga chegirma ham kerak emas, o'zim tan narxini bo'lib to'lashga, ya'ni halollansa, rassroshkaga xarid qilmoqchiman desangiz, masalan, birinchi pozitsiyasini oladigan bo'lsak, 449 million 900 o'zim tan narxini atik 25% to'lov qilib, qolganini 0% bilan 18 oyga, ya'ni 1,5 yilga xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov atigi 112 million 475 ming so'm to'lov qilib, qolgan 337 million 425 ming so'mini 18 oyga 0% bilan xarid qilsangiz 18 million 745 mingdan chiqadi. Xo'sh, 30% boshlang'ich to'lov qilib 2 yilga olmoqchi bo'lsangiz agar, boshlang'ich to'lov atigi 134 million 970 ming to'lov qilasiz, qolgani oylik to'lov 13 million 122 mingdan. Agar yo'q, muddatini yana ham cho'zishni xohlagan bo'lsangiz, 50% to'lov qilib, qolgani 3 yilga, ya'ni 224 million 950 ming to'lov qilib, qolgan 224 million 950 mingini 3 yilga oylik to'lovi atigi 6 million 248 mingdan xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, Kia Buxoro avtosaloni sizga hozirgi vaqtda yana ham qulaylik qilish maqsadida 50% bilan emas, 60% boshlang'ich to'lov bilan 4 yilga, ya'ni 48 oyga bo'lib to'lashga mashinalarni berib turibdi. Bu degani boshlang'ich 269 million 940 ming to'lovini amalga oshiring. Qolgan 179 million 960 mingini 4 yilga, ya'ni 48 oyga 3 million 749 mingdan. Bu degani oylik to'lovi atigi $300 ham emas. 3 million 749 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Xo'sh,
Kia Sportage'ni hozirgi vaqtda barcha paysalari bizning avtosalonimizda mavjud. Xohlagan rangingizdan xarid qilishingiz mumkin. To'lov usullariga yana keladigan bo'lsa agar rasochka, avtokreditlardan tashqari skidkasiz imtiyozli avtokreditlarimiz ham mavjud. Xo'sh, masalan, 60% to'lashga qurbingiz yetadi, lekin sizga 5 yillik to'lov usuli kerak. Menga masalan 3750 emas, oyiga 150-200 dollarlar chiqsin deydigan bo'lsangiz agar atigi 4% bilan 5 yillik avtokreditga olsangiz ham bo'ladi. Bu degani 3300 dan. Ya'ni oylik to'lovi 250-260 dollardan chiqadi. Muddatini yana ham tushirsa bo'ladi. Xo'sh, to'lov usullari, grafiklari bilan tanishib chiqdik. Sizni qiziqtiradigan savollardan yana bittasi bu: nega aynan Kia Buxoro rezidensiyaning yonidagi avtosalon tanlash mumkin? Nimaga kerak deb savol bo'lsa agar, biz sizga yana bitta qulaylik yechimini aytamiz. Bizning avtosalonni aynan tanlaganingiz sababli biz sizlarga radiator setkasini, mashina uchun kerakli eng muhim bo'lgan narsasi biri, poligi, tonirovkalarni bonus sifatida qo'shtirib beramiz. O'zimiz garantiyalari bilan ustunlikni qildirib beramiz mashinaga. Xo'p, video sizga yoqgan bo'lsa, bitta albatta like. Xo'sh, sizlar uchun ma'lumotlarimiz berayotgan ma'lumotlarimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, keyingi videomiz yana qaysi model, Kia'ning qaysi modeli haqida batafsilroq ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Aynan qaysi model sizga qiziqarli, biz o'sha modelni yana video qilib YouTube sahifamizga joylaymiz. Bizni manzilga keladigan bo'lsak, Kia Buxoro avtosaloni Karvon chorrahasidan Guliston yo'liga ketaverishda o'ng qo'lingizda, ya'ni gazli shassisi birinchi uy, xo'sh, rezidensiyani yonginasida Kia Buxoro avtosaloni joylashgan. Yana sizni qiziqtirayotgan yana savollar bo'lsa yoki yana qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, ekranda qoldirilgan raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Telegramdan, WhatsAppdan ham 24/7, ya'ni har kuni 24 soat ishlaydigan raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sizlarni Kia Buxoro avtosalonida kutib qolamiz.